Cho'pon singari butun turkiy olamga tanilib ulgurgan ulug' yo'lboshchilar paydo bo'ldi. Ular millatni ziyoliy qilish va shu yo'l bilan qudratli davlat barpo etish uchun oromliligini bilmasdan kecha-yu kunduz kurashmoqdalar. Millat ziyolilari bir bolani emas, million bolani asrab qolish uchun sizni o'qitmoqda. Bilasizlarmi ey Turkiston yoshlari? Eski turmush, eski o'y, yosh ko'ngilni qiynagay. Eski qonun, eski yo'l, yoshni olg'a surmagay. Yuksalishni istagan inson esa hech qanday ko'ngilsizlikdan qo'rqmagay. Qani bo'linglar, o'rningizdan turinglar. Sizlarning bo'ybastingizni ko'rib, jahon lol qolsin. Ana qaranglar, O'zbekning yangi temurlari kelmoqda. Yo'l bo'shatinglar desin. Qani bo'linglar, o'rningizdan turinglar. Uxlashni bas qiling endi. Inson bu yorug' olamga kelib, bu borliq ichida yashar ekan, o'zidan nimadir qoldirmog'i. Ehtimol bu bir kitob, bu bir bino yoki jilla qursa bir shirin xotira qoldirmoqni o'ylab yashaydi. Aziz bugun va kelajak yoshlari, siz va biz jonimizni debki ming azob chekib ko'rolmagan ushbu mustaqil yurt farzandi bo'lishga munosibmisiz? Bizdek mard, jasur, tanlagan yo'lidan qat'iy qaytmaydigan, lafzi butun yurt va mustaqilligimiz yo'lida siz ham sobit qadam tashlay olasizlar. Dostlar, bu kun acib sarviqona ko'rmishim. Surati boshdan oyoq g'ariqi latofa ko'rmishim. Ko'zimiz yoshlansa sabr berasiz. Siz qurgan dargohda so'zingiz tirik, ustoz xotirangiz mangu barhayot. Siz bilan hayotga bo'lurmiz munis. Bayramlarda sizga gul berolmayman. Tug'ilgan kuningiz mensiz o'tadi. Faqat sog'indim deb yig'lamang onam. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Vatan tinchligini saqlab mardona, xalqim ishonchini oqlab mardona. Duoyingiz bilan Toshkentdan ona, o'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Shahnoza, sizga ham, guruh talabalariga ham va mana shu yerda chiroyli sabr bilan o'zingizga kerakli bilimlarni olgan barcha talabalarimizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kattakon rahmat. Men ishonchim komilki, 103-guruhga albatta o'z maqsadiga erishadi. Bizga o'xshab doktor, professor, G'ayrat akaga o'xshab akademik bo'lishini men albatta ishonaman. Yaxshilikda ko'rishaylik. E'tibor uchun rahmat. Pedagogik mahorat fanidan tashkillashtirgan ochiq dars uchun Sarimsoqova Shahnoza Zakirovnaga tashakkurnomamizni beramiz. Profi University. Think out of the box.